Assalomu alaykum. Aka-ukalar yaxshimisizlar? Baytools YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan akalar uyga va professional usta akalarga juda ham kerak bo'ladigan ключ naborlarimizni birgalikda obzor qilamiz. Rolf brendining 4 xil ключ naborlarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib akalar, Rolf brendining eng kichkina Top 94 modelini obzor qilib ko'rsatamiz. Nimaga 94? Chunki ichida 94 ta predmet bor akalar. Endi ochamiz. Gap yo'q. Sifatiga vobshe gap yo'q. Buni kelish kerak, olish kerak, ishlatish kerak. Akalar, nima deyapti? Mana buni qaranglar. Sal ichidagilari chochilibdi. Lekin nechun strashno. Qisqasi akalar, o'zining tirsho'tkalari maksimal 32 gacha golovkasi bor. Tirsho'tkasini ko'ringlar akalar. Ovozini eshityapsizlar? Bu sifatli ovoz akalar. Gap yo'q. Eng kichkinasi 4 mm golovka. Bunga ham o'zining tirsho'tkasi bor. Mana qaranglar. Gap yo'q. Onda sonda babu uyga kerak bo'lib qoladi akalar. Olib qo'ysanglar, foydasi edi. 100%. Puliga achibmaysizlar akalar. O'zim даже mana shunaqa melchuxa atyorkalari ham bor. Atyorkasi ham qanaqa? Juda ham удобный atyorka. Mana, o'zining mana shunaqa atyorkasi chiqadi. Atyorkasining uchi yo'q. Sizlar uchiga mana shunaqa takoy golovka sifat atyorkasini shunday tiqasizlar, bemalol ishlarni bitira olasizlar. Bundan boshqa plusi kerak bo'lmay qolsa, shuni chiqarasizlar. Qo'yasizlar. Mana bu yerda takoy. Shestigranniy variantlari ham bor. Shestigranniy variantlarini ham tiqib ham bemalol ishlab turasizlar akalar. Lekin ishoninglar, boya yana takrorlagan gapim, olsanglar puliga 100% achinmaysizlar. Narxi siz o'ylaganingizdan ancha arzon chiqadi. Narxini bilmoqchi bo'lsangiz, past raqamni qoldiraman. Tez aloqaga chiqing, kelishib chorla qilib beramiz. Siz aloqaga chiqquningizgacha tugab ham qolishi mumkin aka. Shuning uchun tez aloqaga chiqsanglar, zo'r narxda olasizlar. Mana endi kengisini ko'ramiz. Endi Rolf brendining Top 1.8 ключ naborini ko'rib chiqamiz. Nimaga 1.8? Shu boya aytgan gapim, ichida 1.8 ta predmet bor. Voy. Gap yo'q. Endi ahamiyat bersanglar bo'ladi, buni ichida golovkalari ko'proq, atyorkalari ham, shestigranniga o'xshagan atyorkalari ham juda ham ko'p. Eng asosiysi metalning sifati juda ham zo'r akalar. Endi bunda ham boygiga o'xshagan ichida instrumentlari bor, faqat sal ko'proq qo'shilgan. Bunga men hozir joy ta'rif bera olmaymiz. Ta'rif akalar silib berasizlar, olib ishlatganingizdan keyin. Bo'l, keyingisiga o'tamiz. Уже более серьезныйлashamiz. Mana bu уже серьезныйroq. Akalar, mana buni qaranglar. Agar bu videoni kenayi siz ko'rayotgan bo'lsangiz, iris usta bo'lsalar, ishoning, mana shuni bitta pazarga qiling. Addushi duo qiladilar. Maza qilib, har ishlatayotgan paytlarda sizni eslab turadilar. Bu ishlarni ancha yengillashtiradi. Ichiga ahamiyat bersanglar, har qanaqa golovka eng maksimal 32 gacha. Voy, xillari juda ham ko'p akalar. Даже men buni o'zim ham ularga zo'r tushuntirib bera olmayapman, chunki buni ustasi men emas akalar. Sizlar. Sizlar buni maza qilib tushunib ishlatasizlar. Endi keyingisini ko'ramiz. Mana bunisi eng kattasi. Naqd 216 ta predmet akalar. 216 ta. Bu degani o'sha nima narsa bo'lib qolsa ham ichida ключligi, ключ, atyorka hamma narsasi bor-da. Uyingizga olib qo'ysangiz, aka, bir kun emas, bir kun aniq kerak bo'ladi. O'shanda meni eslaysiz, anu, u Baytoolsdagi Murod degan bola to'g'ri aytgan ekan, o'sha bolaning gapiga kiruvdim, olib qo'ydim. Mana kerak bo'lyapti deysiz aka. Bab erkakmiz-ku, kerak bo'lib turadi akalar. Endi buni ichini akalar kameralarni bitta yaqinroq olib kelib ko'rsatasizlar. Mana qaranglar. Просто gap yo'q.
ichida ключli, головкali, eng kattasi 32 gacha trishotkalari. Mana bu atyorka naborga qaranglar akalar. Bunaqasi uncha-muncha nabor ключlarning ichida bo'lmaydi akalar, ishoninglar. Endi mana bu yerda har xil nержавейкали такой atyorkalari bor. Bularni men qayerda ishlatilishini bilmayman. Endi bularni sizlar bilasizlar akalar. Agar mana shu такой mana shu головкали такой шестигранныйmi, такой 6 burchakli, 5 burchakli головкасini qayerda ishlatilishini agar sizlar bilsanglar, kommentariyga hozir kiring. Mana bu joyga ishlatiladi deb yozib o'ting, okey? Endi men ularga usta emasman akalar. Biz oddiy sotuvchi bo'lamiz. Buni ustasi sizlar akalar. Ishoninglar, xudo xolisa narxi sizlar o'ylaganingizdan ancha arzon chiqadi. Narxni bilmoqchi bo'lsanglar, pastda raqamlar qoldiraman, aloqaga chiqinglar, kelishib chorlar qilib beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta laykni qisqartirib qo'yinglar. Bu videoni usta tanishinglar bo'lsa, tez jo'natib qo'yinglar. Duoga qolasizlar.